Yolg'on gapirayotgan odam bugungi kunda eng yaxshi odam bo'lib qoldi. Yolg'on gapira olmaydigan odamni ustidan kuladigan bo'lib qoldik. Yolg'on juda ko'p bo'lyapti, birodarlar. Bir-birini aldab ketish juda ko'p bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'rashdi: "Ey Allohning rasuli, ummatingizni ichida sharob ichadiganlari bo'ladimi?" Bo'ladi. Bo'ladi. Jinoyatchilari bo'ladimi? Bo'ladi. Yolg'onchisi-chi deyishdi. Payg'ambarimiz alayhissalom yonboshlagan hollardan turib o'zlarini haybatlarini to'g'rilab aytdilarki, ummatimning ichida yolg'onchisi bo'lmaydi dedilar. Yevropa, boshqa davlatlarni ko'ringlar-da, nima uchun taraqqiy topyapti? Nima uchun rivojlanyapti? Jamiyatida birodarlar, yolg'on yo'q. Birovning haqqini urib qolish yo'q. Shuning uchun Alloh taolo dunyosiga baraka beryapti. Hozirgi kunimizdagi atrofimizdagi yolg'onlarni bir ko'ringlar-da, oddiy munosabatlarda musulmon aldagisi kelib qoladi. Oddiy munosabat, u hech narsani hal qilmaydi. Eng qizig'i, undan yolg'on gapirishni so'ramasa ham yolg'on gapirayotganlar bor. Choyxonada o'tiradi, bo'lmagan voqeani boshlaydi. Hamma menga qarasin deydimi, nima deydi, o'zi biladi-yu, lekin yolg'onga bukkasidan ketadiganlar ko'paydi. Yolg'on gapiradigan odamdan munofiqlikda alomati bor ekan, Alloh saqlasin. Yolg'onni yo'qotishga harakat qilaverish kerak. Yolg'on gapirayotgan odam bugungi kunda eng yaxshi odam bo'lib qoldi. Yolg'on gapira olmaydigan odamni ustidan kuladigan bo'lib qoldik. Yolg'on juda ko'p bo'lyapti, birodarlar. Bir-birini aldab ketish juda ko'p bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'rashdi: "Ey Allohning rasuli, ummatingizni ichida sharob ichadiganlari bo'ladimi?" Bo'ladi. Bo'ladi. Jinoyatchilari bo'ladimi? Bo'ladi. Yolg'onchisi-chi deyishdi. Payg'ambarimiz alayhissalom yonboshlagan hollardan turib o'zlarini haybatlarini to'g'rilab aytdilarki, ummatimning ichida yolg'onchisi bo'lmaydi dedilar. Yevropa, boshqa davlatlarni ko'ringlar-da, nima uchun taraqqiy topyapti? Nima uchun rivojlanyapti? Jamiyatida birodarlar, yolg'on yo'q. Birovning haqqini urib qolish yo'q. Shuning uchun Alloh taolo dunyosiga baraka beryapti. Hozirgi kunimizdagi atrofimizdagi yolg'onlarni bir ko'ringlar-da, oddiy munosabatlarda musulmon aldagisi kelib qoladi. Oddiy munosabat, u hech narsani hal qilmaydi. Eng qizig'i, undan yolg'on gapirishni so'ramasa ham yolg'on gapirayotganlar bor. Choyxonada o'tiradi, bo'lmagan voqeani boshlaydi. Hamma menga qarasin deydimi, nima deydi, o'zi biladi-yu, lekin yolg'onga bukkasidan ketadiganlar ko'paydi. Yolg'on gapiradigan odamdan munofiqlikda alomati bor ekan, Alloh saqlasin. Yolg'onni yo'qotishga harakat qilaverish kerak.